Koreyada bozorlik rubrikasi yana qaytdi. Kecha kechqurun bitta ikkita narsalar zakaz qilgandim. O'shalarni birga ochib ko'ramiz. O'zi ko'p narsa zakaz qilmaganman. To'g'risini aytsam, hozir sezgan bo'lsanglar kerak, vobshe ko'zlarim ishib ketgan. Buni sababi men kecha Poksak Sogasida daramasini ko'rganman. Prosta har bitta seriya soat 3 gacha to'xtamay yig'laganman. O'shancha ko'zlarim hozir bilmayman bir 3-4 barobar ishib ketgan. Birinchi bo'lib bunaqa ko'chajang zakaz qildim. Narsalar yeyotganda, pishirib yeganda, men buni ko'pincha tukpokka qilganda ishlataman. Qolgan hammasi freshlar, ya'ni svejiy narsalar, erib ketishi mumkin bo'lgan yoki yomon bo'lib qolishi mumkin bo'lgan narsalar, sovuqda saqlanishi kerak bo'lganlar. Bularni hammasini Koreyada masalan nimada jo'natadi? Spesialniy korobkada, spesialniy boksda. Bunaqa muzlatilgan stroberiyle zakaz qildim. Buni yeyishdan ko'ra ko'pincha smuzilarga ishlatmoqchiman, o'shaning uchun imенно muzlatilganidan oldim. Biram shularni ochishni yomon ko'raman. O'qsa qattiq yopilgan bo'ladi. Bunaqa bo'ladi. Keyingisi bunaqa muzlatilgan takkasimsak, tovuq go'shti. Bunisi og'irroq ekan. Nimalar zakaz qilgandim o'zi? Ginger nima bo'lardi? Keyin bunaqa yogurt, to'ji smuzilar qilishga, ananas va menimcha ezilib kelgan bu. Bunaqa granola. Buni ertalab yeyishga to'ji. Hammasi bo'lib, Mamatdan necha pul chiqqanini yozib qo'yaman. Kelganingizga rahmat. Bye.